Bugun juda ham ko'p odamga qiziq bo'lgan boy va kambag'al rubrikasini olamiz. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Akalar, to'g'risi bugun hamma PUBGchilar kutgan video bo'ladi. Men sizlarga tushuntirib beray. Birinchisi, bilasizlar, skin ko'p narsani hal qiladi deb juda ko'p odam aytadi. Mana shuni ko'ramiz. Ya'ni, agarda super kar bo'lsa, oddiy moshinadan tezroq yuradimi? M416 ga prokachka bo'lsa, oddiy M416 dan nima? Oddiy M416 dan o'qi yaxshiroq tegadimi? O'ldirish osonroqmi? Mana shu narsani 5 yil, 6 yil PUBG o'ynaganlar haligacha o'ylanar ekan. O'shani bugun sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demak, akalar, mana shu videoni ko'rib turibsizlar. Tekinga yutib olsanglar bo'ladi. Uning uchun videomizga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va kommentariyaga xohlaguncha kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z yuzini tashlab beramiz. Tak, mana bu yerda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga yuzini tashlab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. O'rtoqlar, men o'zimga o'zim challenge qilganman. 19-sentyabr, ya'ni 4 oydan keyin meni tug'ilgan kunim. O'shangacha 100 mingta bo'lishi maqsad qilganman. Tak, shu men challengeimga yordam berib, podpiska knopkasini bosib qo'yinglar. Let's go, akalar. Birinchi bo'lib, akalar, orujalarni solishtirib ko'ramiz. Oddiy M416 bilan prokachkali M416 ning nima farqi bor? Realni prokachkali M416 da o'qiylar oson o'ldiradimi, tezroq o'ldiradimi? Shuni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Menda endi boy akkaunt bo'lmasa ham normal akkauntim bor. Hozir ikkita akkauntda mana shuni test qilamiz. To'g'risi bilmadim, juda ham tez gapiryapmanmi? Tilim kelishmayapti. Davay unda lobbida tekshirib ko'ramiz. Voy jalal, 100 ta lobbi. Demak, birinchi testimiz boshlandi. Biza hozir prokachka testi bo'ladi. Menda ko'rishingiz mumkin, Graza Flowy holatda, ammo bu akkauntda hech balo yo'q. 3 ta prokachkada tekshirib ko'ramiz. 3 xil prokachka, M416, Graza, yana bittasi bilan tekshirib ko'ramiz. Rostdan ham prokachkani daxli bormi akalar? Tak, bu yerda pritsellaymiz. 1, 2 vo Grazada 2 ta o'q bilan o'ldirib qo'ydi. Qanday qilib? Endi M416 ni olamiz bu yerdan. Tak. Vot, mana shoot bilan M416. Adashmasam shoot bo'lish kerak, da. Vot, endi ikkinchi testni ko'ramiz. M416 bilan buni ko'ramiz. Tak. 1, 2, 3. M416 shootda 3 ta o'q bilan o'ldirsa bo'lar ekan. Birinchi bo'lib Donaterskiy akkauntda tekshiramiz, keyin oddiy akkauntda tekshiramiz. Nechtada o'ldirsa bo'ladi. Eslab qolinglar, Grazada 2 ta, M416 da 3 ta o'q bilan o'ldirdik. Bizada 3-orujamiz bu Beryl quroli. Endi bittada test qilsak ham bo'ladi. Mayli sizlar ishonarli bo'lsin, yana sizlarda shubha bo'lmasin deb 3 ta narsada test qilyapmiz. Tak. Pritselimiz 1, 2 ikkita o'qda o'ldirsa bo'lar ekan. Demak, mana 3 ta prokachkalikda tekshirdik. Endi oddiy biz prokachka orujada otib ko'ramiz. Birinchi bo'lib Berylni otamiz. Xo'sh, o'rtoqlar, mana oddiy akkauntda uje biz tekshirib ko'ramiz. Mana birinchi bo'lib Beryl qurolidan ko'ramiz. Boya ko'rgan bo'lsanglar, prokachkali qurolni 2 tada o'ldirganda, endi bunda tekshirib ko'ramiz. Buni kaskasi butun, xavotir olmanglar. Tak. Ketdani 1, 2. Afsuski 2 ta o'qda o'ldi. Afsuski emas, endi o'lish kerak da. Endi M416 bilan tekshirib ko'ramiz. Mana qaranglar, hech qanaqa skini yo'q. Albatta ko'ramiz. Eng qizig'i akalar, bundan keyin mashinalar testi bo'ladi. Men to'g'risi mashinalarga ozgina shubham bor. Haqiqatan Donaterskiy mashinalar tezroq yuradi degan shubham bor menda. O'shalarni ham ko'rib o'tamiz. Tak, bu yerda tak pritsellaymiz. M416 bilan mana ketdi. 1, 2, 3. Da akalar, 3 ta o'q bilan o'ldi. Endi Graza bilan tekshirsak bo'ldi. Hozircha skin hech narsani hal qilmayapti prokachkalar bo'yicha. Tak, o'zimizni o'ldiramiz. Bu yerda mana Grazani oldik, endi boramiz. Xo'p, ketdi. Grazada 2 ta o'qda o'lgandi boya. Ko'ramiz, pritsellaymiz. 1, 2.
Mana akalar, praktika hech narsani hal qilmasligini men isbotlab berdim. Bu videoni kesib turib, o'sha har doim bahona qiladigan do'stingizga tashab qo'yinglar. Praktika hech baloni hal qilmaydi. To'g'risi, menda ko'p marta bo'lgan, sizlarda ham bo'lgan deb o'ylayman. Agar bo'lgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shuni akkauntimdan kirib lobby o'ynasam, YouTube qo'ysam, "Ha, senda shoot bordi, senda lednik bordi" deb bahona qilishardi. Mana sizlarga ko'rsatib berdim. Endi super karlarni ko'ramiz. Aytgancha jigarim, aynan siz to'g'ri eshitdingiz. Aynan siz akkauntli bo'lib qolishingiz mumkin yoki RP'li bo'lib qolishingiz mumkin. Ko'p gapirib o'tirmayman. Hozir gapirsam YouTube ban berishi mumkin. Shu videoni opisiyanasida Telegram kanal qo'yib qo'yaman. Prosta o't olinglar bo'ldi. Davayt unda biz tekshirib ko'ramiz. Yana bir marta aytaman, siz akkauntli bo'lib qolishingiz mumkin. Yaxshigina akkaunt yoki RP'li. Prosta kanalga o'tib olsangiz bo'ldi. Davayt. O'rtoqlar, unda biz mashina test qilishga keldik. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib UAZikda qilamiz. Menda UAZikka mana bunaqa skin bor. Bu oddiy skin. Bir xil holatda turibmiz. Bu mousni boshidan narigi mousni oxirigacha poyga qilamiz. Tayyormisizlar? Kim kimga tikadi? Tezda kommentariyaga yozib qoldiringlar. Unda 1 2 3 ketdi. Ko'ramiz akalar, bir xil yurarmikin, yo'qmikin? Yey. Vo. Men bu bilan yurishim kerak edi. Men o'ylabman hozir. Neto yuribman deb o'ylabman, Boshqatdan akalar, boshqatdan. Mana bu yerda to'xtaymiz. Aylanamiz. Tak. Bizda ikkinchi urinish, unda 1 2 3 poyga boshlandi akalar. Qani? Hozircha men oldiroqman. Lekin men startda ozgina ertaroq boshladim. Ko'ramiz akalar. Tak. Vo, mana buni qaranglar. Men yutdim. Lekin men startda ozgina ertaroq boshladim. Ko'rgan bo'lsanglar, UAZik skin bilan skinli ili skinsiz bir xil holatda yetib keldi. Endi akalar, biz hozir oddiyroq superkarlardan boshladik. Endi hozir sedanda tekshirib ko'ramiz. Unda sedan top kelamiz. Bizda ikkinchi poygamiz boshlandi. Dacha bilan oddiy dachani hozir solishtirib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi biri yutadi? Albatta hozir kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarga yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Agarda haligacha qimmatga UC olib yurgan bo'lsanglar, eshitinglar. Sizlarga 3 ta taklifim bor. Birinchisi, bizda UC narxlari O'zbekistondagi eng arzon narxlardan biri. Ketdi 1. Ikkinchisi, bizda har juma kuni juma aksiyasi bo'ladi. Ya'ni juma kuni butun O'zbekistondagi eng arzon UC servis bo'ladi. 2. Uchinchisi, hozir menga shu challenge'imga 100 mingta bo'lishimga podдержка qilib, videoga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, screenshot olasalar, qachon sizlarga UC kerak bo'lgan payt adminga tashlasanglar, sizlarga yana skidka qilib berishadi. Tak shu akalar, shu videoni opisiyanasida silka qoldiraman, tezda o'tib olinglar, keyin topa olmasligingiz mumkin. Qimmatga UC olib yurib nima qilasizlar? Shunchagilarga zarar. Tak shu real UC dan foydalaninglar. Unda biz testni boshladik. Demak, 1 2 to'xtanglar. Mana shu to'g'ridagi UAZikgacha hozir poyga bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar kerak UAZikka. Unda ketdi. 1 2 3 boshladik. Tak, bir xil start oldik. Ko'rishingiz mumkin, bir xil holatda ketyapmiz. Vo, menda o'tib ketib qoldi. Men tushunmay qoldim. To'xtanglar. Yana bitta poyga qilmasak bo'lmaydi. Chunki donatellar har doim yutish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir menda o'tib ketib qoldi bu mashina. To'xtanglar, mana shu holatda start olamiz. Joyi almashtiraylik, bu safar men bu tomonga o'tay. Tak, men bu tomonga o'tay. Может, yo'lda aybdir. Davayt, unda ketdi. Ikkinchi urinishni tekshirib ko'ramiz. Hozir nechasida bo'ldi? Chunki bu menda hozir orqada bo'lib, oldiga o'tib ketib qoldi. Keyin orqaro. Yana. Ozgina oldiroq. Qani, yana ozgina. Yana ozgina oldiroq. Oldinga. Xo'p. Bo'ldi. Ketdi. 1 2 3. Bosamiz akalar, qani? Xo'p, hozircha bir xil holatda ketyapmiz.
Voy. Meni yo'limni artib qoldi. Tak. Yana o'tib ketib qoldi. Men realni tushunmadim. Mana oxirgi tekshirishimiz akalar, men rolni burordim, o'zingizlar ko'rdinglar. Davay, 3-urinish, oxirgisi ham ketdi. Hozircha oddiy skinsiz mashina yutyapti, men bilmadim. Shu yerda necha sinlik bo'lyapti, ko'rib turibsizlar, superkar orqada qolib ketyapti, yo'lni o'zgartirmasak bo'lmaydi. Xo'p, tekst holatda mana ketdi mana. 1, 2, 3 mana gazni bosib mana bir xil holatda chiqyapti, mana ko'rib turibsizlar, bir xil ketyapti. Hech qayerga tegmayapman. Marra mana shu yerda mana ko'ramiz. Tak. Yo'q akalar, mana bir xil holatda keldi, mana ko'rib turibsizlar. Va nihoyat bizda 3-mashinalar sedanda bo'ladi. Biza poygani noqonuniy o'ynayotgan ekanmiz. Endi mana qonuniy joylarda haqiqiy poyga trassasida o'ynayapmiz. Demak, menda haqiqiy drop car McLaren bor. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Oddiy super tak mashina sedan. Qarochi biza poygamiz xuddi mana shu yergacha, birinchi daraxtgacha bo'ladi. Ketdi mana. Tayyormi? Mana. Hop, to'xtatdi. Tayyormisiz? 1, 2, 3. Boshladik mana akalar. Bir xil holatda boshladik. Qaranglar, tezligi bir xil. Tak biza mana shu daraxtgacha edi mana. Ketdi. Vo ko'rdinglar akalar, bir xil tezlikda keldik. Endi orqaga qarab yuramiz. Birinchi urinish bir xil tezlik bo'ldi. Tak, bu yerda endi orqaga mana shu daraxtdan o'ynaymiz. Orqaga. Endi mana bu daraxtdan mana shu marragacha bo'ladi. Finishgacha, ya'ni. To'g'ri olmashina. Tak. Vo, mana to'g'rilandi. 1, 2 to'xta mana. Mana ketdi. 1, 2, 3. Mana kelib bir xil tempda bosing, mana ko'rishingiz mumkin tezlikni. Va bir xil holatda keldi akalar. Mana ko'rib turibsizlar. Men boshida ozgina sekinroq chiqdim. O'shancha ozgina orqaroq keldim. Nima demoqchiman? Bitta perxod qilamiz. Mana akalar, bugungi videomiz ham o'z nuqtasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Sizlarga butun umr qiynalib kelgan savolinglarga javob topib berdim. Skin, prokatchka, superkar hech baloni hal qilmaydi. Prosta o'yin bo'lsa bo'ldi. Tak что shunaqa donater bo'lib turib, bot do'stinglarga albatta mana shu videoni kesib turib jo'natib qo'yinglar. Jigarlar, biza sentyabrgacha, ya'ni 19-sentyabr men tug'ilgan kunim challenge qo'yganman. 100 mingta bo'lishimiz kerak. Kanalimizga podpiska tashab qo'yinglar. Mana shu kanalda streamlar bo'ladi. Обязательно streamga kiringlar. RP YouTube ketasizlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.